Allohu akbar, Allohu akbar, la ilaha illalloh, vallohu akbar, Allohu akbar va lillahil hamd. Alloh taologa hamd sanolar, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salovat va salomlar bo'lsin. Aziz va muhtaram otaxonlar, onaxonlar, aka-ukalar, opa-singillar va shirin shakar bolajonlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barchalaringizni Munadiy TV xodimlari Ramazon hayiti bilan chin qalbdan muborakbod etadi. Alloh taolo muborak Ramazon oyida qilgan ibodatlarimizni qabul qilsin, gunohlarimizni kechirsin. Ramazondan gunohlardan pok, do'zaxdan qutulgan, jannatni o'ziga vojib qilgan, Allohning roziligiga erishgan holda chiqqan bo'laylik. Islom soyasida yashashdan, musulmonlikdan, toat ibodatdan, tilovatdan, namoz va ro'zadan ayirmasin. Har xil bid'at xurofatlardan, sunnatga xilof ishlardan pok bo'lgan holda yashashni Alloh taolo barcha musulmonlarga nasib qilsin. Muborak Ramazon oyi ham mana o'tib ketdi. Kimdir foydalanib ko'p savoblar hosil qilib oldi, kimdir g'aflatda o'tkazib yubordi. Alloh taolodan shunday ulug' oyda qilgan ibodatlarimiz, tutgan ro'zalarimizni qabul qilishini va bu oyga yana ko'p yillar qayta sog' salomat bag'ri butunlikda yetkazishni so'rab qolamiz. To'g'ri, Ramazon o'tdi, lekin hayot davom etmoqda. Ramazon oyining Parvardigori Alloh boshqa oylarning ham Robbidir. Shuning uchun Ramazon tugashi bilan musulmon kishining ibodati ham tugab qolmasligi kerak. Musulmonning ibodati davom etadi. Musulmon odam o'lgunicha ibodat qilaveradi. Chunki biz Allohning bandasimiz, Ramazonning bandasi emasmiz. Alloh taolo aytadiki Qur'oni Karimda: "Va'bud robbaka hatta ya'tiyakal yaqin." To aniq narsa, ya'ni o'lim sizga kelgunicha Robbingizning ibodatida bardavom bo'ling deb Alloh taolo amr qilgan. Har bir mo'min musulmon Allohning bu amriga bo'ysunib, o'lgunicha ibodatda bardavom bo'lish kerak. Bu bizni vazifamiz, burchimiz. Alloh taolo bizni shu uchun yaratgan. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Men insu jinni yolg'iz o'zimga ibodat qilishlari uchun yaratdim dedi Zoriyat surasining 56-oyatida. To'g'ri, Ramazondek fazilatli oylar, fazilatli kunlar, soatlar va Makka, Madina kabi fazilatli yerlarni g'animat bilish, ko'proq ibodat qilib qolish kerak. Buni ajri ko'p bo'ladi. Lekin shu bilan birga musulmon kishining ibodati mavsumli, ya'ni sezonli bo'lib qolmasligi kerak. Umr davom etarkan ibodat ham bardavom bo'lishi kerak. Ramazon tugashi bilan ibodatni to'xtatish, haj yo umrada ibodat qilib, uyga qaytgach ibodatni yig'ishtirib qo'yishning misoli pishiq puxta qilib ip yigirgan, keyin yigirgan ipini chuvab tashlagan ayolning misoliga o'xshab qoladi. Makkada bir telba xotin bor bo'lgan. Telba xotin. U kun bo'yi turli narsalarni to'qigan, kechga borib esa to'qigan narsalarni buzib chuvab tashlar ekan. Hasanotlarni, qilgan yaxshi ishlarni riyo va minnatlardan saqlab qiyomatga salomat olib borish bu o'ziga yarasha katta ish, bu og'ir ish. Alloh taolo o'zi to'qigan narsasini pishiq puxta bo'lganidan so'ng parcha qilib buzib chuvab tashlagan xotinga o'xshab qolmang deb mo'minlarni mana shu telba ayolga o'xshab qolmaslikka buyurish ham amallarda bardavom bo'lish lozim ekani, ularni yo'qqa chiqarmaslik kerakligini taqozo qiladi. Yana musulmon odam qilgan amali bilan g'ururlanmasligi, qilganini minnat qilmasligi kerak. Minnat va g'ururlanish amallarni habata bo'lishiga, savobini yo'q bo'lib ketishiga sabab bo'ladi. Alloh taolo aytadiki: berayotgan narsangizni ko'p sanagan holingizda ehson qilmang. Robbingiz roziligi uchun uning buyruq va taqiqlariga sabr qiling deydi Muddassir surasining 6-7-oyatlarida. Inson hargiz minnat qilmasin. Ramazon ro'zalarini tutib, infoq, ehsonlar qilib qo'ydik, endi bu yog'iga bemalol maisha qilsak bo'laveradi deb o'ylab qolmasin. Shunaqa o'ylaydiganlar ham yo'q emas, men afsus. Haj umra qilgan bo'lsa yoki
kattaroq pul berib qo'ygan bo'lsa, yedirib ichirib qo'ydim, balansni zaratni to'ldirib tashladim deb bu yog'iga bilganini qilib yuradi. Bundaylarni zarati tugab, yarim yo'lda qolib ketish xavfi yo'q emas, Alloh saqlasin. Shuning uchun ibodatni bardavom bo'lishiga diqqat qilish, amalda sobit turish har bir musulmonning eng oliy matlabi, buyuk maqsadi bo'lishi kerak. Bizdan oldingi ayrim ummatlar aynan ana shunga keragicha rioya qilmadilar. Natijada boshlariga tushgan musibatlarga tarix guvoh bo'ldi. Biz ummati Muhammad o'laroq amalda bardavom bo'lishga qattiq e'tibor berishimiz shart. Chunki bizning yo'lboshchimiz, muallimimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam biron amal qilsalar, shu amalda bardavom bo'lganlar. U zotga eng suyimli ish oz bo'lsa ham davomli bo'lgan edi. Alloh taolo aytadi: "Vallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana va innalloha lama'al muhsinin." Allohning dushmanlariga, nafs havoga va shaytonga qarshi kurashgan mu'minlarni Alloh yaxshilik yo'llariga yo'llaydi va eng to'g'ri yo'l bo'lmish sirot-i mustaqimda sobit qadam qiladi. Albatta Alloh muhsin zotlar bilan birgadir. Ankabut surasining 69-oyat. Muhsin bandalar ibodatda bardavom bo'ladilar. Nafsga, shaytonga qarshi kurashda bardavom bo'ladilar. Natijada Alloh ularning qadamlarini sobit qiladi. Haqdan toyilmaydilar. To vafot topgunlariga qadar dinda sobit, ibodatda qoyim bo'ladilar. Alloh bizlarni ham muvaffaq qilsin. Tahajjud namozini doim o'qish, Ramazon ro'zasiga Shavvol oyidagi 6 kun ro'zani ulash, Qur'onni takror xatm qilish amalda bardavom bo'lish ma'nosidagi ibodatlardandir. Biz Ramazonda ham, Ramazondan keyin ham musulmon ekanimizni unutmasligimiz kerak. Faqat Ramazondagina musulmon bo'lib, Ramazon tugagach musulmonchilikni yig'ishtirib qo'yish, bir oy ibodat qildik, endi bir bayram xursandchilik qilaylik deb hayit kunlari mast qiluvchi ichimliklar ichish bu o'ta xatarli ish. Allohga ikkiyuzlamachilik qilish bo'lib qoladi, Alloh asrasin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadis shariflarining birida bunday deb aytganlar: eng yomon odamlardan biri bir qavmga bir yuz bilan, boshqa qavmga boshqa yuz bilan muomala qiladigan 200li odamdir. Imom Muslim rivoyatida kelgan sahih hadis bu. Bizda 200lamachi deydi-ku, 200lamachi. Odamlar bilan muomalada 200lamachilik qilish shu bo'lsa, Alloh bilan bunday muomalada bo'lishga nima deysiz? Ramazonda ibodat qilsa, Ramazon tugash bilan ibodatni yig'ishtirib yana bilganini qilib yursa, haj yo umraga borganda ibodat qilsa, hijoblarga o'ranib yursa, uyiga qaytish bilan ibodat ham yo'q, ro'mollari yechilgan, o'zi ham yechilib ketgan. Astag'firulloh. Bu musibat. Alloh saqlasin bunday bo'lib qolishdan. Alloh taolo barchamizni islom soyasida yashashdan, musulmonlikdan, toat ibodatdan, tilovatdan, namoz va ro'zadan ayirmasin. Har xil bid'at xurofatlardan, sunnatga, shariatga xilof ishlardan pok bo'lgan holda yashashni barcha musulmonlar qatori bizlarga ham nasib etsin. Barchamizni sog' salomat, bag'ri butunlikda qayta shunday Ramazonlarga va hayit bayramlariga yetkazsin. Ibodatlarini erkin bajara olmayotgan, boshlariga musibat va qiyinchiliklar tushgan birodarlarimizning mushkullarini oson qilsin. Falastin, Sharqiy Turkiston, Birma hamda boshqa o'lkalarda zulm ko'rayotgan musulmon birodarlarimiz va opa-singillarimizga, mahbus, mazlum birodarlarimizga ham osonlik, yengillik bersin. Ular ham tinch omon, xotirjam ro'zalar tutib, oila va birodarlar davrasida saharlik va iftorliklar qilishlari, taravih namozlarini masjidlarda emin-erkin ado etishlarini, hayitlarda xursandchiliklar qilib, shod-xurram bo'lishlarini nasib etsin. Hammamizni iymonda va islomda sobit qadam qilsin hamda o'zining hidoyatidan ayirmasin. Yana bir bor hayitingiz muborak bo'lsin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.